Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi, kuzatib turgan obunachilarimiz. Xudo xolasa navbatdagi granulyatorimiz Qirg'izistonga Tojiboyev akamizga tayyor bo'ldi. 3 xil matrisasi bilan zakaz qilishgan. 2,5li, 3 mm va 6 mm da. Akamizga hozir 6 mm da razmerlarni chiqarib ko'rsatib beryapmiz. Xudo xolasa ideal holatda chiqyapti. Granulyatorimiz 220 da ishlaydi. 4 kW motor bilan jihozlangan. Maskizatni mos roliga ilinadigan. Xudo xolasa soatiga 50 kg 60 kg yem chiqaradi. Yemimiz xudo xolasa hozir chiqishni boshladi. 6 mm razmer nimalar uchun? Mol, qo'y, baliq, echki, sigir, ot yo'nalishdagilarga 6 mm ishlatiladi. 3 mm brollerlarda rost razmeri va baliqlar yosh baliqlar uchun, 2,5 mm razmerimiz jo'jalar uchun va o'ta yosh baliqlar uchun ishlatiladi. Xo'p. Ko'rgan bo'lsalaring, ishlashlar tekis. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak? Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlaymiz. Nomerlarimiz xudo xolasa o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.